Tosh otdi. Tosh otdi. Yo, jag'ingga mushlab urdimi yo toshni boshingga otgan? Aha. Toshni mana hamga otdi ham, boshimga ham otdimi? Yana qaytinga mana monetlarni qarang-da, tatalaganni. Mana uni qarang. Mana ilma tishur. Badallarga mana shuni luli bilan lulidan tarqagan. Voy, abisi qanaqa shalla qilib. Voy, horomdan otdigan, tug'ilgan, otdigan. Nima bir narsalar deb juda og'zi sasib. O'zini farzandini odam shunaqa deydimi, o'zbekmiz-ku. O'zi tuqqanmi? Ha, bo'ldi, o'qiyapsiz. Shunaqangi sharmanda so'zlarni gapirib padezu. Faqat padez ulagada shovqu. Bekorga men ikkitadan ish qilmaganman. Ularning ovozi ichkariga kirib, bizni bezovta qilib tashlaganda oxir zerikkanimda, jo'nimdan o'tib ketganda ikkita ish qilganman. Akangni urganini ko'rdingmi? Kim urdi akangni? Urganini ko'rdim, faqat bu ana teparoqda ko'rdim, faqat hojamlar chaqirib chiqganda uni ko'rmadim. Kim urganligini ko'rmadingmi? O bolalar ko'pmidi buni urutganda? Bolalar ko'pida uni Kimlar urgan? Tepa deydi, tepaga narsa qilib, tepa. Unaqa joylarni olmaganda, xullas kesib olgan o'ziga kerakli sizga oqlash uchun, haliga o'g'ri deyishga isbot qilaman deb, o'shanga jon jaqtirlatish tirnoqlar o'sha yerdan olgan videosiga, inaki ana urgan holatini olmagan, boshqa narsani olmasdan urdirib, addushi ichi xumori chiqquncha urgan bu bolani. Chunki o'zi yog'i, ko'zi yog'i onasi atrofda emasdi. Bu sher bo'lib ketdi, bolalarga o'ldirgan, yetmagan. Ha? Abaynam deb ashno deydi. Mana nima dedi keyin jinnixonaga yotqizsam. Hammamizdan hozir qo'linani olamanki, olib hammamiz qo'linani olib, keyin jinnixonaga tiqib. Gapingni chotki, butun bu qoniqmaymiz buni gapirib. Ayt o'zlariga mana qo'rqitib qo'yganini gapir. Telefon hozir. Telefonimda maylimi shu bitta videosi borda sizga ko'rsataman. Mana nima o'ti? Bagdammi? Velosipedini olganlar. Velosipedi yo'qolgan Bagdam. Uni olib ketganligini tan olyapti, aytayapti, ular o'zi ham. Bu Bagdamligini demayapti. Buni aralashadi. Ha. Mana shu nimaga